BYD haydayotganlar savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Assalomu alaykum hammaga. Rubrikamiz yana qaytdi. Mikrofon rubrikasi. Xo'p, ko'pchilik so'raydi mendan UANAP yoki Y2ni grafikini tashlab bering, o'sha rassrochkasi qanaqa bo'ladi? Tashlay olmasligim sababi mana har xillari bor. Mana bu Y2 bu tarafda. Mana bu Y2 ekan. Y2 bo'lsa mana Mamutlarda boshlang'ich to'lov. Ya'ni mana men tushuntirib beraman. 25% ni bersanglar 59 million 150 bo'ladi. 12 oyga 14 million 787 mingdan. 24 oyga 8% bor 8 million. Sog' bo'ling. 36 oyga 12% 5 million 893. Endi mana bu rassrochkalarning yili mana bolее-менее mana 50% bersanglar 118 million 300 dan 4 million sog' bo'ling. 4 million qaniydi? 4 million 929 mingdan tushadi. Bu mana bemalol rasmga olsanglar bo'ladi. Bu UANAP. UANAPda ham xuddi shunaqa. Mana bu yerda boshlang'ich to'lov. Mana bu mana oyga, 12 oyga, 24 oyga, 36 oyga muddati, ya'ni muddati 48 oyga olsanglar bo'ladi, 60 oyga olsanglar bo'ladi. Sababi ko'pchilik mana первоначальный kamroq deb aytadi. 5 mingdan bor. 5 ming примерно mana 66 ming million 675. 60 oyga olsanglar 5 million 243 mingdan to'g'ri keladi. Dilmurod xonim shu yerda. Shuning uchun unga ham, ularga ham hozir mikrofonimizni beramiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri выгодный? UANAP yaxshimi yo Y2 yaxshimi? Qaysini olgan bo'lardingiz? Eng выгоднasi o'zi hurmatli tomoshabinlar shtirga sotib olish mashinani qarzga botmasdan. Bu yerda lekin qarz yo'q-ku mana. Y2da yoki UANAPda men bu 60% ni to'lab, men shu ish qilgan bo'lardim. To'g'risini aytaman. Men o'sha UANAPni, menga o'zi UANAP elektro juda ham yoqadi. 60% ni to'lab yoki 50% ni to'lab, mayli 4% bo'ladimi? 11 million bu qimmatroq ekan, 1 sekund. Men qaysini olgan bo'lardim? To'g'risini aytaman sizlarga. Men mana buni olgan bo'lardim. $200 oyga cho'tan. 5 yilga. 5 yilga. Choyxonaga bormasdim-da, hozir choyxonalarni yig'ishtirib qo'ydim. Choyxonalarga bormasdim-da, mana buni olgan bo'lardim. Chunki choyxonalar razoriniy bo'ladi bu oydan boshlab. Sababi biz endi choyxonaga kamroq boramiz. Y2 ham yomon emas. Y2 ham lekin yomon emas. Y2da ko'proq anaqa bor-da. Mana anaqa foiz arzon. Foiz arzon, mana sal adekvatnisini tanlaymiz. 3 yilga mana. 3 yilga qaysini olgan bo'lardim? 0.5%. Qani 0.5? Pastda 60% boshlang'ich to'lov. Endi 60% bo'lmasligi mumkin-da. O'shaning uchun qachab 90 mana men buni olgan bo'lardim. 4 million. Mana yaxshi ekan. Mana ham yaxshi ekan. U sababi 12% как бы yo'q-da. Anaqa stavka refinansirovания bilan, ya'ni qayta moliyalashtirish stavkasi o'zi bizada 14%, u degani yo'q bo'lib ketadi o'zi bilan o'zi bu 12%. Shuning uchun mana shu ham juda ham qulay shartlarda ko'rsatilgan. To'g'rimi? Bu qachon qo'yiladi bu video? Qachon qo'yiladi bu video? Ertaga. BYD Qibray, ya'ni BYD Qibray servisda farqi yo'q. Qayerdan nima mashina olishinglarni, BYDni любой markasini olib kelsanglar, Qur'on hayitgacha tonirovka urib beryapmiz orqa polsferaga, mutlaqo tekinga bemalol murojaat qilaveringlar. Hammani kutib qolamiz, hammadan xursandmiz. Kelsanglar bo'ldi. Endi men o'zimning narsamni reklama qilib ketaydi-da. Servisni. Men qaysi narsamni reklama qilaman? Kimdir aloqaga chiqib qo'yinglar, men kola ichyapman. Sponsorstvoga ham qabul qilaveramiz, farqi yo'q. Endi normalniy bizning sohaga to'g'ri keladigan narsa bo'lishi kerak. Zaryadniy stansiyalar ham chiqarsa bo'ladi bemalol. Xo'p, narxlar bilan tanishtiramiz. Narxlar mana Sigu 208 million 300, Y2 236 million 600, UANAP elektro gibrid 266 million 700, Chazor 262 million, 284 million, 289, 301 million, flagship 301 million. Song Pro 317 million 200 skidkada. Sprite Song Plus 110 tali 374 million, 150 tali 396 million 600. Bemalol rasmga olsanglar bo'ladi. Men bu narsalar nima degan savol kelib chiqyapti bizni anaqa tanish bilishlarga
tashlaganimiz edi. Men bu 15, 20, 20, 25 bu nima degani? Buni hozir sizlarga Dilmurodxon 17-maktab vakili Qodirov tushuntirib o'tadi. Endi bu Faqat sal tezlash. faqat tadbir kunlari beriladigan narsa hisoblanadi. Tadbir Ochkoli. Balloviy sistema deymiz. Bu faqat BYD Qibrayda bor, boshqa hech qayerda Hech kimda yo'q. Ya'ni olmaydi ham. mana Atto 8. Men hozirgi oxirgi payt Atto 8 bilan juda ham ko'p to'qnash kelyapman. Oyiga shu 3-4 ta sotilyapti bizda. Juda ham Mana zo'r Atto Murod deb qo'ydik, Dilmurod emas. 40 ochko beryapmiz. Bu 40 ochkoni ichiga juda ham ko'p narsalarni yig'sa bo'ladi. Tonirovkani har xil turi, ya'ni orqa sfera, oldi sfera, lyuk, panorama hamma joyga uramiz. Xuddi shunaqa attirmalkalarni ham uramiz va yana yangi pozitsiyalar qo'shildi bizga. Bizani detailing price'imizga, ya'ni antibliklar qo'shildi. Faralarni apkleykasi qo'shildi. Ya'ni faralarni 2 xil apkleyk, 3 xili bor. Bron bilan qoplaymiz. Fotoxromli plyonka, ya'ni quyosh tushganda qorayadigan plyonkamiz bor. Keyin qop-qora tonirovkamiz bor. Farani qoraytirib qo'yadi. Endi kechqurun shu fara yonganda ko'rinadi. Prям qop-qora bo'lmaydi, no kunduzi qop-qora bo'lib turadi. Keyin BYD o'zi 1 sekund. Shu joyda savol. Mana как раз mutaxassisi ham turibdi. Maki, Artur. Makining. Вот Ну. где фирменная футболка? Вот, давай. Не показывай. Не показывай, все. Savol mana antiblik bor va anaqa Atirmalka. Atirmalka bor. Atirmalkani men bilaman. Ya'ni o'zimiz tilda aytganda солнцезащитный plyonka deyishadi. U quyoshdan saqlaydi. Выключи. Antiblik nima degani? Антиблик это русчами o'zbekchami? Farqi yo'q bizga. Tatarcha. Антиблик o'sha лобовой сал цвет, как может цвет поменять в плане есть красное, синее. Mana bu sariq. U nimadan saqlaydi yoki вообще У него солнцезащитasi bor и холодный свет если tashqaridan va misol uchun led fara bilan kimdir ослепить qilsa u ozgina aniq qilib beradi. Mana shu narsa juda ham oxirgi paytlar xalaqit qilyapti. Spasibo LED тебе, Artur. faralar, iltimos kimdir qarasin mana shu led faralarga zo'r bo'lardi. Kechqurun ko'zi shunaqa olyapti. 2-3 marta avariyaga tushishiga sal qoldi. Foydasi yo'q. O'zida bo'lmasa, o'rgatgandan foydasi yo'q. Antiblik qilish kerak. Ha, Men antiblik qilaman. o'zing uchun o'zingni saqlasang bo'ldi. U debillarni o'zgartirib bo'lmaydi. Xullas, bron glansiовых предметов salona, interyeri. Bu ham hech qayerda yo'q. Ofitsialniy biz qilib beramiz, garantiyasi qoladi mashinani. Sabab hamma yog'ini Artur pilchillatib suv qilib tashlaydi-da. Uni ham saqlab qoladi. Hamma yog'iga suv kirib ketsa, hech narsasi kuyib qolmaydi. Keyingisi bron, частичный bronlarimiz bor. Ya'ni ruchka, kalenkalarni qilamiz. Kraska ko'chishini, qirilishini oldini oladi. Ayollarga zo'r-da bu. Bu xizmatni ham qo'shdik bu oydan. Keyin laminatsiyaning 2 xil turi bor, prozrachniy matoviy va qop-qora. Bu ham o'zi noyob narsa ekan, biz ham buni qo'ydik. Keyin o'sha bizni yoqtirgan night paket faqat bizda bor, boshqa hech kimda yo'q. Arzon. Yo'q, o'zi tegi yo'q. Bo'lsa ham u pasti mashina narxidan sal arzonroq qilib berishyapti. Boshqa 12 million deb. Qanaqa 12 million? 18 million. Sal insof ham kerak. Oradini hepsi kraskani shuncha pulga sotish. Bizda 5 million chempionlarga, Song Pro'larga, 4 million qolgan mashinalarga. Endi uni sababi ham bor. Kesinglar ustida gaplashamiz. Nimaga chempion bilan Song Pro'ga qimmatligini. Keyin tomma qoraytirish xizmatlari bor. Buni 2 xili bor. Kecha mana toqqa chiqib kelganimizda men shu narsani sezdim. Prям tepadan quyosh urdi. O'zi tonirovkasi bor. C-line'ni. Yana anaqasi ham bor. Nima edi? Солнцезащитный shtorkasi ham bor. Lekin bani ozgina urar ekan, o'shaning uchun затемнение крыши, ya'ni tonirovka qilish kerak ekan. Katta ko'p panorama bor. O'shaning uchun qilmasa bo'lmas Buni ham ekan. qilish kerak. Endi затемнение крыши bu eksteryeri avtomobili, da. Черно-белый. Такой. Noyobroq, patokda ajralib turishni xohlaydigan oq mashina yoki seriya mashina sohiblariga 2 xil turi bor. Vinil bilan qilamiz, poliuretan bilan qilamiz. Poliuretan bu o'sha bron. U nima deydi, mashinani saqlaydi, и просто plus tomoni самовосстановленияsi bor. Vinilda просто самовосстановленияsi yo'q, u ham saqlaydi lakakrasочный покрытияni. Xullas, shu xizmatlar bizda bor, mavjud.
undan tashqari bronye plyonka xizmatlarimiz bor. 3 xili: ekonom, lyuks, premium. Ularni ikki xil plyonkada qilamiz. 190, 220 mikron. Bu narxlar ham juda ham arzon. Boshqa avtosalonlarda, boshqa avtoservislarda bor. 38 million ekan. Agar bizga birga bir qo'ysak, bizni menimcha mana bu mashina sotish yig'ishtirib olamiz 100%. Bir oydan keyin Denza Z seriyadan bu mashinani sotib olsa bo'ladi, bemalol. Shuning uchun insof sari baraka bizani eng asosiy shiorimiz. Undan tashqari biza shu xalqqa bo'lsin, xalq mazza qilsin degan shiorda ham ishlaymiz. Bizga ham endi foyda qo'yilgan. Endi unaqa otib yuborilmagan. Sabab ko'p bronchilik keldi, hamma joyda shunaqa degani ham bo'ldi. Shunaqa qimmat usluga dedi. Keyin ko'pchilik mana esimda bor, o'zimizda tanishim keldi. Bu aytdiki, mana 19 millionga 190 urasan-da, 190 mikronli. Yo, ko'rsatdik, urib berdik. 220 mikronli bronye plyonka urib berdik. Butun avtomobiliga 19 millionga. O'zi aniqlik yo'q. O'zi u 20-30 mikron unaqa ham katta pagoda o'ynamaydi. Bu hech qanaqa udarra saqlamaydi. Bu prosta kraska ko'chishini, qirilishni oldini oladigan narsa. Albatta, moykada. O'shani oldini oladi, keyin DTP'larda, lёгкий DTP'larda o'sha kuzovnoy element g'ijimlanadi, no kraskasi ko'chmaydi. Расход kamayadi, vakuum o'zida chiqariladi, kraska qilinmaydi yoki kosmetika qilinmaydi. Keyin buni narxi shu adolatdan, insof bilan qo'yilgan narx. Bunaqa narx-navolar yaqingacha yo'q edi. Mana paydo bo'ldi. O'sha plyonkachilarning ham ko'pchiligi kelib, "Va unaqa bo'lmaydi, unaqa qilmaydi" dedi. Hammasi kelib, ko'rib ketdi. Akasi qilib bo'lar ekan. Akasi arzon plyonka ham olib kelsa bo'lar ekan. Bir xil поставщиклigi bag'ishlanadi bu. Xullas shu, qilsa bo'ladi. Kim nima qidirsa o'shani topadi. Bahona qidirgan bahona topadi. Biz yechim qidirdik, topdik. Keyin kecha mana kakras servis haqida gaplashdik biz. Servis to'g'ri rasmiylarda qimmat edi, hozir qimmat emas. Nidorga. Sababi oddiy misol, men esimda bor, o'sha Gentra haydab yurganimda ham lyukomolli quyib yurganimizda esingda bo'lsa 5 litr ketardi shekilli, adashmasam 4 litr. To'g'rimi? 4 litr ketardi. 600 mi 650 mi endi. Hozir men bu Chazorga 0 ga 20, ama 5 ga 30 qo'yardim. Da, 5 ga 30. 5 ga 30 qo'yardim Gentraga. Bu Castrol 0 ga 20, 600 mingmi bizada? 540 ming. Idemitsu 540 ming. Polni hamma narsalari bilan, filtrlari bilan, moylari bilan, ish haqilari bilan. Men zik qo'yardim Sparkka 420 ming, 480 ming bo'lardi. 5 ga 30. Bunaqa sharoit bo'lmasdi. Mana bunaqa stakanlardan suv berishmasdi bizga. O'sha borganimizda prosta ko'chada turardi, sigaretni chakib, bo'lishini kutib, baxtimga bezochert moy almashtirishga borganman. Shuning uchun hozirgi paytda mana BYD Qibray servis ochilgandan keyin narxlar tushdi. Biz sababchi bo'ldik. Biz bu sababchi bo'lganligimiz uchun ko'pchilik bizga minnatdorchilikni his qilgan holda kelib bizda hozir moy almashtirib ketishyapti. Bizda keyin laxovskoy skidkalar yo'q. Misol uchun 3 millionlik TO qilinsa 10% skidka deganini ko'rdik. Endi aytmaymiz kimligini. Vaholanki 3 millionlik TO qilish uchun bizda bir ulpatlar kelish kerak-da, bir 3-4 kishidan iborat. Agar vaqti DVS so'zi qilinadigan bo'lsa, shu choyxona qurib kelish kerak, bir 8 kishidan iborat. O'shanda 3 milliondan oshadi-da. Keyin o'shanda nima deydi, skidka qilib berishadi. Bilmayman, xullas chun bo'lmadi. Mana sredniy chek bizda necha pul? Bizda endi unaqa katta emas-da, 1.5 ming atrofida, sabab DVS kelsa, men unaqa 3 millionlik narsa ko'rmadim. Reduktor bilan DVS billa zamin qilib, salon filtrlar, Pepsi Colalar, bir narsalar bo'lib ketsa 1.5 million bo'ladi-da. Men sredniy chek shunaqa. Ko'pchilik, men o'zimni tanishlarim ham, mayli dekanidilar, akam, aytmayman ismlarini. Ular ham keldilar, men bu yerda arzon ekan dedilar-da. Xo'p, dedim, siz hozir ikkita narsani aytyapsizmi, bitta narsani aytyapsizmi desam, ikkita narsani almashtirib, ya'ni reduktor moyini almashtirdilar gibridlariga o'sha DVS motorni masalani almashtirganida 1.5 millionga chiqdi-da. Menda keyin savol kelib, qaysi avtosalon, qaysi servis shunaqa beradi deganimda, u bitta joyda, mana shunaqa joyda joylashgan deganida, u bitta DVS o'ziga. DVS o'zi 1.5 million. Shuning uchun aka dedim, siz mana oliy ma'lumotli odamsiz, unaqa boshqa gapirmang. Ustingizdan qotib tashlashadi.
Keyin bizda alishtirish kerak bo'lgan narsani alishtiriladi. Ko'ramiz, filtrlarni ham ko'ramiz. Yetib kelgan bo'lsa alishtiramiz, yetib kelmagan bo'lsa tegmaymiz. Endi klientni ham cho'nchagiga qaraymiz, u ham inobatga olinadi. Misol bir marta kelganda DVS, bir marta reduktor alishtirib beramiz. Keyin mani nomerimni endi bilmayman yozib qo'yiladimi yo'qmi, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Har xil aldo, qalan-qasan gaplar yuribdi. Ano DVS ga 3,5 litr, reduktorga 3,5 litr degan gibridlarga, Chazor Song Pro chempionlarga ishonmanglar, iltimos. Bu hammasi aldar ko'salarni gapi. Endi prosta aytib bo'lmaydi-da, bu oynaga jahonga kim u ish qilayotganini. Atak bir deganda $15 targetga tikib, hammani ko'tini ochib tashlasa bo'ladi. Bemalol. O'shangacha olib kelmanglar, iltimos. Qilaman o'zinglarni anaqanglar uchun, nima deydi, dальнейшем ishlashingiz uchun. Bizda shu oyna bor, ko'rinadi, panoramniy vid. Necha litr tushyapti, necha litr quyilyapti. Keyin yana bitta g'alamiz servis bor, uni ham otini aytib bo'lmaydi, nimagadir ham o'qlangan moy, balo, battar deyotgan ekan o'sha bizning klientlarga. Yo'q, o'zi mashina o'tdan olingan. Bizga endi klient keldi, tanisang, anu biratan kechquruncha qolib ketdilar-ku, tonirovka qilib berdik. Tonirovka qilib berganimizda shu yerdan olingan, o'sha yerga borib qo'yaman degan ekan, u BYD qibray o'qlangan moy, nelegalniy moylar qo'yadi debdi. Nelegalniy moy bizga ruxsat berishmaydi olib keltirishga. Agar o'zi tek-tuk bilan nelegalniy moy o'zi yo'q. Yo'q, endi bor. Yo'q deb bo'lmaydi. Ha, biz olmaymiz uni. Biz sertifikatni o'sha tepa instansiyaga berishimiz shart. O'sha biz mana shu odamlar bilan, mana shu ikkita Dimitri o'zi yaqinda kirib keldi. Esinglarda bo'lsa, mana BYD haydab beradiganlar faqat Castrol 0 ga 20 qo'yardi. Hozir Dimitri kirib keldi. Balkim keyingi yil yoki 2 yildan keyin yana kimdir kirib keladi. Lekin u hamma narsa reglament asosida bo'ladigan narsalar. O'qlangan, po'qlangan, boshqa qilingan qora, sariq moylar unaqa yo'q. Bizda o'sha standart bo'yicha quyiladi. Ha, keyin предупреждение, agar yana 2-3 marta eshitiladigan bo'lsa shu narsa, bu narsaga video olib targetdan tashqari sudga beriladi o'sha tashkilot. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini Uголовный kodeksi bo'yicha 40-statya bor, kleveta. O'sha bo'yicha men lichno o'zim isk topshiraman sudga. Tayyor turinglar, agar shu gapingizda oxirgacha turmoqchi bo'lsanglar, oxirgacha sudlashamiz, soqolinglarni olamiz. Prямом смысле emas, biz ham o'zimizdan soqol qo'yamiz. Cho'nchaginglardagi soqolinglarni olib tashlaymiz. Bu o'sha konkretna bitta avtoservisga tegishli gap. U bir marta eshitdim, 2-3 marta eshitiladigan bo'lsa, yuristlarga komanda beriladi. Xafa bo'lish yo'q ekan. Xo'p, cho'y shu. Vопросы, faq deyiladi bunaqa narsa. Yaqin kunlarda endi bu YouTube'ga ketadimi? Yaqin kunlarda Xudo xolasa biza bitta podkast olmoqchimiz. Sabab har xil mutaxassislarni psevdo mutaxassislarni gapiga ishonib qolmaslik uchun rostakasi mutaxassis bilan переговор qilyapman hozir. Akani javoblarini kutyapmiz. Aka diplomированный, sertifitsirованный, litsenzirованный spesialist. Hamma o'sha diplom sertifikatlarini ham qo'yamiz. Va davro bersalar, xudo xolasa bitta podkast olamiz. Dolzarb mavzularni ko'tarib chiqamiz. Именно ha. Da, rostakasim, qog'oz, xat hujjati bor, injener. Misol uchun biz injener emasmiz, biz moliyachimiz, bizning ham diplom sertifikatlarimiz bor. Ularni shu soha bo'yicha diplom, shu soha bo'yicha ishlaylar. Hamma yonib kelayotgan savollarni yopamiz, bartaraf qilamiz xudo xolasa. 3-4 soatlik podkast bo'ladi degan umiddamiz. Keyin nima mana shunaqa mashinaning ekspluatatsiyasi, mashinaga tegishli savollar bo'lsa, hammasini kommentariyaga yozsanglar, biz shu inson bilan gaplashayotganda albatta shu savollarni u insonga beramiz. Javoblarni o'sha podkast orqali ko'rib olsanglar, eshitib olsanglar bo'ladi. BYD haydayotganlar savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib bitinglar. Biz yaqin kunlarda shu injener bilan gaplashib, shu savollarni berishga va ulardan javob olishga harakat qilamiz sizlar uchun. Bo'ldi. Shuhrat aka, menga ruxsat. Menga ham ruxsat. Sal ishlar bor edi. O'shanga yaxshilik bilan ko'rishinglar, hammaga omad. Mana bu narsalarni bemalol mana rasmga olsanglar bo'ladi. Bu narxlar, mana narx. Bu Что это было? Я забыл. Дополнительное оснащение narxlari yuanab bilan
E2ni shuni hammasini o'zi bor-ku, anaqa qilib qo'yish kerak. Qilib дополнительно qilib qo'yamiz. Bu faqat maxsus kunlarda beriladi. Bu narxlar. Narxlar maxsus kunlarda beriladigan narsalar. E2 bilan yo'nab рассрочкасы etib o'tildi. Xo'p, ketdik. 5-minutniy новый stories. Xo'p, savol. E2 yoki yo'nab? Yo'nab. Yo'nab. Yo'nab elektro yoki gibrid? Yo'nab elektro. Mandaka. E2 yoki yo'nab? Yo'nab. Elektro yoki gibrid? Elektro. Mandaka ekanlar. E2 yoki yo'nab? BYD ham. Jomon kalla qo'yaverasiz. Pastda nima unaqa? Siz bilan gaplashib bo'lmaydi. Charchamang, yangi toshmini bolalar shunaqa bo'ladi. Tashlab qo'yinglar, yangi toshmini bolalariga. E2 yoki yo'nab? Yo'nab. Elektro yoki gibrid? Elektr. Nimaga? O'rganib qoldingiz-a? Sizda ham sigul-ku, a? Endi elektr haydaganimga ancha ham byudjetniy, ham ekonom. Haydovchilar ham mashina o'zi yurishi ham Yumshoq, lekin real. Haqiqatdan yo'nab elektro juda ham yumshoq. O'zi mana savol ham bo'lgan-manda, chempion yoki yo'nab elektro deyishganida men yo'nab elektro dedim. Sabab shahar uchun yo'nab elektrodan zo'r mashina yo'q. To'g'risini aytaman. To'g'ri, anaqa zo'r, chempionni komfortlari zo'r, lekin yo'nab ancha yumshoq. Ancha yumshoq. No chempion kattalik bo'yicha bagajlari, keyin bagajni knopka bilan ochiladi, abagrev abduflari bor, ekrani kattaroq, lekin yo'nab elektro ancha yumshoq. Men shu yumshoq mashina menimcha hammaga yoqadi. O'shanga ozgina yana дополнение qilib berishsa, dahshat. Bu mashinadan zo'ri yo'q. Xo'p, mana bizda hozir BYD Shark bor. Shark 6. Bu yerda keyin А что ты открываешь, закрываешь? А? Ochib yoqasizmi? Mana. 1.5 2? 1.5 turbina ekan. 1.5 turbina DMO sabab nima edi? Dual Motors offroad. Ha, offroad. To'g'ri. Mana. Menejerda. Yo'nab elektro, legenda bu. Bu уже legenda. Chazor bor, Chazor 55 talik. Bu ham etkinchi рассрочкада. Buni yarmini to'lab, 145 million bo'ladi. 145 millionni to'lab, oyiga 5.917 dan 2 yilga to'g'ri keladi. 5%siz olsa bo'ladi. Xo'p, bu endi chempion elektro 520 talik oxirgi qolgan. Shuning uchun biz bunaqa chiroyli body kitlar va night paket qilib qo'yganmiz bunga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana operator bemalol olsangiz bo'ladi. Diskalari ham qora, mana. Juda ham zo'r mashina. Bu yerda CO6. Menga yoqadigan CO6 sababi xolodilnigi bor. Xolodilnik, head-up display, abagrev, abduf, hamma narsasi bor. Juda ham zo'r mashina. Eng asosiysi sedan. Menga sedan mashina yoqadi. Bu ham yumshoq, lekin men bunchalik emasdi. Bu ketadi, xudo xolasa, buni уже sotib bo'lishgan. Bu yerda mana Song Pro. Bu ham anaqa qilib sotilib ketadi. Okey.